25-noyabr xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish xalqaro kuni munosabati bilan sport sohasida adolat, tenglik, xavfsizlik muhitini qo'llab-quvvatlaymiz. Zo'ravonlikka qarshi kurash bu nafaqat ijtimoiy burch, balki har bir sportchi, murabbiy va jamoaning ma'naviy mas'uliyatidir. Biz sport jamoalarida zo'ravonlikning har qanday ko'rinishiga, kamsitish, haqorat, psixologik tazyiq yoki majburiylikka mutlaqo bag'rikengliksiz munosabatlarni shakllantiramiz. Hurmat va halollik ustuvor bo'lgan joyda zo'ravonlikka joy qolmaydi. Zamonaviy sport aynan shunday qadriyatlarga tayanadi. Tazyiq va zo'ravonlikka barham berish sog'lom raqobat, toza sport va yuqori sport madaniyatini shakllantirishning ajralmas qismidir. Biz sport maydonida ham, kiyinish xonasida ham, mashg'ulot jarayonida ham zo'ravonlik haqida sukut saqlamaslikni, muammoni tan olish va uni bartaraf etishga hissa qo'shishni tanlaymiz.